Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun 23 oktyabr payshanba kuni bizda yana tayyor avtomobil. Sinreta 30 alkafon bo'lgan. Koronalar qo'yilgan. Gabarit chiroqlar o'rnatilgan. 2 teshikli, ichlari fanera bo'lgan. Fanera afishka. Pol qismi chimiski. Uni laklab qo'yganmiz, hozir qurishni kutyapmiz. Tayyor laklangan. Xo'sh, bu yoqda keladigan bo'lsak, yana ikkita Sinreta 30 modellar tayyor bo'lgan. Bular bu egasining xohishiga ko'ra o'zini shaxsiy brendlarini reklamasini yopishtirib berdik. Ular ham tent bo'lgan. Orqa tomonlari bu salonga ketadi, shinel salonga. Yoniga gabarit chiroqlar o'rnatilgan, sandiqlari bor. Tentam zo'r chiqdi. Koronalar bor. Ikkovini ham. O'rtoqlar bemalol murojaat qilaverasizlar.